homiladorman, menga yoga mumkinmi? Homiladorlarga boshqa sportlardan ko'ra aynan yoga mumkin. Maxsus prenatal yoga darsliklari bor. Menda onlayn ham bor. Offlaynda homiladorlarim kelishadi, ularga men aytib turaman, qaysi mashq mumkin, semestriga qarab, qaysi mashqni hozir yengilroq bajarish kerak yoki qaysi mashq umuman mumkin emas. Homiladorlar yoga bilan shug'ullansa, homilaga ham juda ham foydali, chunki qon yaxshi aylanadi, kislorod yetib boradi bolaga, bola yaxshi rivojlanadi. Bundan tashqari, homilador ayol shug'ullansa yoga bilan tog'iz osti mushaklari baquvvat bo'ladi, qorin mushaklari baquvvat bo'ladi, tug'ruqqa ham tayyorlaydi. Tug'ruqdan keyingi tiklanishga ham juda ham katta yordam beradi. Prenatal yoga bilan shug'ullangan ayol juda ham tez o'ziga kelib oladi. Bu yerda nafaqat estetik ko'rinishda gap ketyapti, nafaqat qomatda, balki aynan gormonlarda, shu gormonlar o'ynab ketmaydi, kayfiyatga ta'sir qiladigan, ayniqsa gormonlar sog'liqqa ta'sir qiladigan. Gormonlarni yo'lga qo'yib olib, yoga bilan sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi.